gipskartonni 3 xil bor aka. Devorga, mana steno hammomniki bo'ladi va patloniki bo'ladi. Standart bo'ladi. 1.20 ga 2.5, 3 kvadrat bo'ladi aka. Mana 0.9 bo'ladi aka. Hammasi for zavodga. Profillarimiz aka. Profil mana aka peregorodkaga va mana devorlarga, patlonga ishlaydigan profillar bor aka. Pachkasida necha dona bo'ladi? Pachkasida 12 dona bo'ladi. 12 donada. Narx ozor aka. Bu kvadrat 15 kvadrat algasi bo'ladi. Bu ham 15 kvadrat, bu ham qichishtiradi. Bu narxi Bular qanaqa? DVP qalinligi 0.4lik. Bu ham rossiyskiy. Hop, qalinligi 2 likdan 5 likgacha bor. Narxi 15 ming so'm. Aqtapoldir xudo xolis bozorda eng ozg'ini bizda aka. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. 3 lipga qoqqanni o'sha aytganimda ustilar juda yaxshi bilishadi. Lakrevin hop turi 2 xil bo'ladi. Perim zavodniki, Murim zavodniki. Bu qaysi zavodniki? Bemalol aloqaga chiqishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum siz uchun kanalining obunachilari va bizni kuzatib borayotgan yaxshilar. Bugun yana sizlar uchun manfaatli video chiqarish maqsadida Shamshuboy bozoriga kelganmiz. Bu yerda gipsokardon, profil, DVP va oq panurlar. Bizdan uzoqlashmang. Videomizga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, yo'qotib qo'ymaslik uchun. Manzillarimiz Shamshuboy bozori 135-136 do'konlar. Telefon raqamlari bilan qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar, lokatsiyalarni tushuntirib berishadi do'stlar. Bizdan uzoqlashmang. Do'stlar, birinchi sizlarga gipsokardon haqida ma'lumot berishlik uchun bizga Murat akamiz yordam beradilar. Ormon aka, charchamadingizlarmi? Sog' salomat. Rahmat. Hop, endi bizga mahsulotlar haqida ma'lumot bersangiz. Aka, gipsokardonni 3 xil bor aka. Devorga, mana steno hammomniki bo'ladi va patloniki bo'ladi. Mana stenovoy, prostosi 40 ming so'm aka narxi. Hop, razmerlarini aytib bering. Razmeri hamma standart bo'ladi. 1.20 ga 2.5, 3 kvadrat bo'ladi aka. Mana stenovoy prostosi 40 ming so'm bo'ladi aka. Bizda hammasi optim narxda aka. Optim narxda. Mana patlonisi aka 36 ming so'm bo'ladi. Mana buni qalinligi 0.9 bo'ladi aka. Hammasi for zavodga. Ishonchli. Ha, mana hammomniki bo'ladi aka. Villaga stoka deydi buni. Buni narxi 55 ming so'm aka. Buni qo'ytirgan profillarimiz aka. Profil mana aka peregorodkaga va mana devorlarga, patlonga ishlaydigan profillar bor aka. Razmerlar hammasi bir xil standartmi yo har xil joyga qarab ishlatsa bo'ladi? Joyga qarab aka. Mana patlonga alohida, devorga alohida bo'ladi aka. Patloniki 6 ga 3 bo'ladi aka. Uzunligi 3 metr. Buni eng ozg'ini mana 13,5 ming so'mdan boshlanadi aka. 13,5 ming so'mdan 0.4lik deydi. 0.4ligi mana 16,5 ming so'm aka. Donasi hisoblanadi bunda. Hammasi optim narxda xudo xolisa. Hop, tevada mana kichiklarimiz ham bor. Bu направlashingiz deydi. Bu qalini mana pastda parash bor. Buni stenkasida farq qiladi, xolos sumkasida aka. Mana bunisi mana narx 9 ming so'm aka. 9 ming so'm. Oxir narxi. Mana bunisi 11 ming so'm olib beramiz aka. Mana devorlikka Faqat chiqarib orasidagi ukolog ham bor ekan-a? Bu el profil deydi, buni bichchalarga qotirgani. Bu stenovoy bo'ladi va devorlikka bu narxi 27 ming so'm, bu ham 3 metr bo'ladi. Va направlash esa 24 ming so'm aka. Bitta o'rami, ya'ni pachkasida necha dona bo'ladi? Pachkasida 12 dona bo'ladi. 12 donadan. Hammasi standart holatda. Shunaqa. Bularni orasiga tashlagan emas, steklavata, menavata, bu o'tib netadi, issiq sovuq vazifasini bajaradi aka. Qaysi davlatniki bular? Mana birinchi steklavata, mana ikkitasi ham steklavata bo'ladi. Mana menavata, steklavata o'zimiz O'zbekistondan chiqadi aka. Mana menavata rossiyskiy aka, bu Qozog'istondan keladi. Hop. Menavatini razmeri 16,5 kvadrat bo'ladi aka. Buni narxi 220 ming so'm. Bu qichishtirmaydigan. Mana qichishtiradigan steklavata bo'ladi. Steklavata. Ikkitasi ham issiq sovug'i baravar ushlaydi. Buni narxi ozroq aka. Bu kvadrat 15 kvadrat. Buni narxi bez falgaligi 150 ming so'm qo'yib beramiz. Bu falgaligi bor, mana ichida falga bo'ladi aka. Mana siz uchun o'chib ko'z beramiz. Do'stlar, sizlar uchun bular hammasi albatta mana falgasi bor ekan. Falgasi bo'ladi. Bu ham 15 kvadrat, bu ham qichishtiradi. Buni narxi 215 ming so'm qo'yib beramiz aka. Cheklanmagan miqdorda bor, kelsa topib beriladi. Hop, do'stlar, buni orqasidagi DVP'larimiz ham bor ekan. Bular qanaqa? DVP qalinligi 0.4lik. Bu ham rossiyskiy oppoq DVP. Mag'uzgacha yangi tushgan. Yangi partiya. Ha. Bundan ham
optim narxda. Buning narxi 70 ming so'm aka. Razmeri Razmeri 1.70 ga 2.75 beradi aka. Hop, yana qanaqa mahsulotlarimiz bor? O'sha patologga ishlatadigan, devorga ishlatadigan, mana 30 metr vazifasini bajaradigan penoplastlar. Ko'katlar, penoplastlar bor ekan, do'stlar. Penoplast turlari ko'p aka. Razmerlari qanaqa bo'ladi? Penoplast razmeri 1.20 ga 2 bo'ladi. Xo'p, qalinligi 2 likdan 5 likgacha bor. Narxi 15 ming so'm 2 ligi. Hop, 5 ligi 40 ming so'mgacha. Kelishadigan joylari bormi? Ko'proq miqdorda kelib olaman desa qurilish qilayotgan do'stlarimiz, yaqinlarimiz chiqishadi so'm qilib beramiz. Buni ham 2 xil, 3 xil bor aka. Hop, plotniyasiga qarab narxi o'zgaradi. Hop, undan keyin aka paxta fonillarimiz bor. Ya'ni oq fonir deyiladi, xalq tilida. Paxta fonir xudo xolis bozorda eng ozdan bizda aka. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. 3 likdan tortib 1 ligacha, 1.5 ligacha bor aka. Bular ham juda katta partiyada, yana bor, katta kolleksiyada. Qayga asosan bu mahsulotlar? Rossiya, hammasi Rossiyadan keladi. Eng ozdan mana 3 lik. Bularning razmeri hammasi 1.5 ga 1.5 bo'ladi aka. Mana 3 likni narxi oxiri 65 ming so'm qilib beramiz aka. Bu Belarus zavoddan keladi. Buni Perm ham bor. Bu Perm deganda ustalar juda yaxshi bilishadi aka. Mana bu qalin tagida qolib ketibdi. Mana Perm bez butoq oppoq bo'ladi aka. Ya'ni sifat uchun juda ham zo'r. Sifat zo'r. Bu bez butoq bo'ladi. Patologga qoqqanda o'sha aytganimda ustalar juda yaxshi bilishadi. Lakrevenniy deydi buni aka. Narxi 70 ming so'm. Bundan keyin to'rli fanер aka. Mana to'rlini mana qimmatdan ko'rsatib boshlasam. Mana. Bular ham butog'i yo'q deyarli. Do'stlar, qurilish qilmoqchi bo'lgan do'stlarimiz usta akalar bilan kelsa bemalol o'zlari tanlab, o'zlariga yoqtirganini olishar edi. Buni narxi juda yaxshi bilishadi. To'rliniki aka, sizlar bo'lachilaringiz kelsa oxiri 95 ming qilib beramiz aka. 100 ming, 105 ming sotilibgan. Ozroq keladi deyish-ku. Do'stlar, kommentariyada fikrlaringizni qoldiring, narx-navolar. Ozroq keladi deyishganlarga mana kraska bor bu. Buni bitta ikkita butun bo'ladi aka. Bu kraska chiqaveradi. Kraska bilinmaydi. Buning narxi aka oxiri 90 ming so'm qilib beramiz. Hop, bu mahsulotlardan mebelchilarimiz ham o'lishadi-a, ko'p holatda. O'lishadi. Ular uchun ishlab chiqaradigan ustakalarimiz ham bemalol kelsa, katta partiyada, katta miqdorda siz shunaqa. Bitta patologga ishlatishmaydi, bu tenchilik oladi, stol-stulchilik oladi. Undan keyin mana oktorligi, mana qalinligi 6 ligi. Bular qayerga ishlaydi asosan? Juda ham qalin. Buni aka apshikachilar bilishadi buni. Tenchilar, Isuzuga, Foraga ishlatishadi aka. Ya'ni mashinalarga ham katta mashinalar ishlatsa bo'ladi. Shunaqa aka. Buni hammasini razmeri 1.5 ga 1.5 bo'ladi, faqat qalinligida farq qiladi xolos. Narxida farq qiladi xolos. Buni narxi necha? Buni narxi aka 125 ming so'm. 25 ming. Bundan keyin mana 08 ligi. 08 ligi. Aka o'zi bu yerda hop ko'p tavalli o'zi kechagina yangi tushdi o'zi. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Buni tagi ko'p. Bemalol yetkazib berish imkoniyati bor. Aka 08 ligi narxi sizlar bo'lachilaringiz kelsa aka 150 ming qilib beramiz aka. Do'stlar, narx-navolar yaxshimi? Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Undan keyingisi mana 1 ligi. Ligi. Bu tomon butoq bo'ladi, bir tomon oppoq bo'ladi aka. Buni o'rtaga urib olsa bo'ladi, asosiy ko'rinadigan joyini mana yuziga qo'ysa bo'ladi. Qayerga bu? Bu ham Rossiya. Bu ham Rossiya. Hammasi Rossiyadan keladi bular. Bularni qanchadan qilib berasiz? Buni oxiri 185 ming qilib beramiz aka. Bundan keyin mana xomchilar, stol sulchilar juda yaxshi bilishadi. Mana bakovoy faner deydi buni. Qalinligi ham 6-7 chiqadi. Mana razmeri 40 ga 120. Hammasi bir xil razmerdami? Ha, shunaqa. 40 ga 120. Buning narxi aka 20 ming so'm. Xudonisi turishi. Xuddi shuni. Xo'p, uzunroq bor. Uzunroq bu tomonda. Hop do'stlar. Mana o'shani xuddi uzuni. Bu ham qalinligi o'shan bilan bir xil. Razmeri 40 ga 240 aka. Buning narxi 40 ming so'm qilib beramiz aka. Buni ham o'sha xonga, stol-stulchilarga ishlaydigan narsa bu. Hunarmand ustalarimizga ham topsa bo'ladi. Bundan keyin mana katta razmerdagi 1.20 ga 240 razmeri. Buni ham o'sha aytganimdan aka tenchilar, xonchilar juda yaxshi bilishadi.
Oka buni narxini oxiri 80 ming so'm qilib beramiz. Bu turli qilingan. Buni o'zi ustalar ko'rsa juda yaxshi bilishadi buni, oka. Kelishsa ko'rib tanlab olishlari Albatta. bu. Hop, yana qanaqa mahsulotlarimiz Oka, bor? undan keyingi mana DSP mahsulot. DSP mahsulotimiz undan keyingisi, oka. Bu hop turi 2 xil bo'ladi. Perim zavodniki, Murim zavodniki. Bu qaysi zavodniki? Bu tomondagi Murim zavodniki. Razmeri biri 75 ga 3,5 bo'ladi. Kvadrati 6 kvadrat bo'ladi, oka. Hop, undan kelsa mana Perim. Perim eng birinchisi bo'ladi, oka. O'zi buni Ya'ni ser xaridor. Ha, shunaqa. Sifati ikkitasi ham bir xil, lekin bu pursi mayro. Sifati ham yaxshi, oka. Bir narxi Perimnikini, oka, 380 ming so'm bo'ldi hozirgi kunda. Oldin buni 400 ming, 420 ming, 450 minggacha sotilgan. O'zi narx-navolan chiqadi. 380 ming so'mdan qilib berganmiz. Murim. Murimni ham narxi juda qimmat edi, oka. Murimning narxini hozirgi kunda, oka, 320 ming so'mdan qilib berganmiz. Ikkitasining ham razmeri bir xil bo'ladi, kvadrati ham bir xil bo'ladi, oka. Zavodi har xil. Buni ham katta miqdorda yetkazib berish, topib berish imkoniyati bor ekan do'stlar. Mana katta partiyada turibdi, ana. Salkam patologgacha chiqib qolibdi do'stlar. Hop, bizga batafsil manzil bilan ham telefon raqamingizni bersangiz. Manzil Namangan shahar Shamshivoy bozorida, oka. 135-136-joy. O'sha Reka bozorida kirganda ikkinchi bo'ladi, oka. Bemalol aloqaga chiqishingiz so'ng, hop, ma'lumotmi, narx-navomi bexijolat qilishingiz so'ng Ma'lumot uchun ham bexijolat qo'ng'iroq qilib beramiz. erinmasdan ma'lumot Beramiz. Do'stlar, bularning bari siz uchun va sizning xonadoningiz uchun sifatli va qulay hamyonbop narxda bo'ldi degan umiddamiz. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Bizga obuna bo'lishni unutmang, yo'qotib qo'ymaslik uchun. Do'stlar, bularning bari siz uchun.